Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan Fazliddin Muhiddinov. Bugun yana bir ajoyib bir funksiya haqida sizlarga video qilib berishni qaror qildim. Bu narsa haqida o'zim ham yaqinda o'rganib oldim, to'g'risini aytganda. Endi yaqinda deganingiz balki 4 oy, 5 oy bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu qanday funksiya deyilsa, mana masalan bizning savdo dasturimizda chakana savdo oynasi bor. Bu ochganimizda mana bunday holatda ochiladi. Ya'ni mana bunday nomlar, misol uchun, knopkalar nomi bor, misol uchun, yozuvlari bor, boshqa holatda ochiladi. Endi bu odatiy holatda ochilishi. Endi ya'ni katta ekranda ochilishida, lekin shunaqangi holatlar bo'ladi. Masalan, mana bloklar bo'ladi, mana bloklarda kichkina ekran bo'ladi. Ya'ni mana kichkina ekranni hozir sizlarga simulyatsiya qilib ko'rsatamiz. Kichkina ekranni aytaylik 1024 ga 768 bo'ladi masalan, mana blok ekranlari. Mana shunday shaklda bo'ladi. Endi mana shunday shaklda ochilsa, mana ko'rib turibsiz, mana bunday holatda mana blokdagi ochilgan oyna juda bir noqulay ishlashga bir g'alati holatda bo'ladi. Yoqqa bu yoqqa surish kerak bo'ladi. Bu oynadan chiqib ketib boshqatdan ochsak, mana bunda o'ziga xos ochiladi endi. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, endi bu safar mana bu knopkalarda yozuvlar chiqmasdan ixcham holatda ochildi. Bu yoqqa bu yoqqa surishga hojat yo'q. Endi yana ekranni boyagi holatga qaytarsak, masalan mana ekranni boyaga 1920 ga 1080 degan holatga qaytaradigan bo'lsak, mana hozir ixcham holatda turibdi. Qaytadan kirsak, yana asl holatda, ya'ni katta holatda ochiladi. Ya'ni ekranni razmeriga qarab turib, bizda ikki xil forma ochiladi. Agar ekran 1024 dan katta bo'ladigan bo'lsa, shirinasi katta forma ochiladi. Agar kichkina bo'ladigan bo'lsa, kichkina forma ochilyapti bu yerda. Ya'ni bu shirinani o'zimiz belgilashimiz mumkin. Holatdan kelib chiqib turib. Asli 1024 dan sal kattaroq bo'lsa ham kichkinasi ochiladi. Endi shuni qanday qilishni ilgari men bilmasdim, to'g'risi gap. Mijozlarimizga o'rnatib bergan paytimizda o'zimizni kompyuterimizda, noutbukumizda chiroyli qilib hamma narsa zo'r bo'lgandan keyin monoblokka olib borsak, monoblokda bu narsalar bu yoqqa cho'zilib ketib g'alati ko'rinardi. Keyin Allohga shukr, yaqinda shuni bir yo'lini topib oldik internetdan qidirib. Endi bu hammasi mana bunday bir funksiya bilan amalga oshadi. Ya'ni bu qanday bo'ladi deyilsa, birinchi navbatda biz mana bu обработканы kasr oynasi обработкасini narsasini olib qo'yamiz. Chakana savdo oynasini komandasini o'chirib qo'yamiz. Ya'ni bu chakana savdo oynasini ochish degan holat bizda ko'rinmaydi. Va o'zimiz alohida общий knopka, общий komanda qo'shamizda, общий komandaning ichida, ya'ni sozdat qilib, shunchaki sozdat qilib общий komanda qo'shilgan. Va men asosiy ya'ni gruppa vajniga qo'shib qo'ygan bu yerda mana. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Buni o'chirib tashlay hozir. Men kodni atan yozib o'tirmasdan sizlarga tayyorni ko'rsatyapman. Vaqt yo'qotmaslik maqsadida va bu kodni ham tashlab ham qo'yaman. Mana pali navigatsiya vajniga qo'shib qo'yganmiz. Ya'ni ekranimizda mana bu savdo kirganda mana bu yerda ko'rinishligi uchun. Endi buni ichiga kirgan paytda info ekrani degan o'zgaruvchiga получить informatsiya ekranov klienta degan funksiya orqali ma'lumot olamiz. Bu ma'lumot orqali biz o'zimizga kerakli ishni qilamiz. Mana hozir shu yerga точка astronom qo'yib, mana shu ma'lumotlarni ko'rsataman. Mana atlatga qilib ko'ramiz. Bu yerda mana info ekranini ochib ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana massivning ichida bitta qator bor, ya'ni bitta element bor. U elementda ekranning shirinasi, vысотасы hamda DPI-si, ya'ni razрешенияsi deydimi? Shunaqa bir narsasi, bir funksiyasi bor bu yerda. Ya'ni shirina 1920, ya'ni bu ekranning kengligi, vысота 1080 ekranni balandligi, DPI-si endi bu zichiligi qanaqadir holatda. Va mana shu yerda vысота bilan shirinani alohida mana bunday qilib turib raqamlarga olganmiz bu yerda mana. DPI 120, vысота 1080, shirina 1920. Endi razрешение ekran qilib turib, bu yerni hammasini razрешение ekran qilib yana bitta strukturaga yozib oldik bu yerda. Mana bunday holatda mana. Endi mana shu yerda shart ketadi. Agar deyiladi, razрешение ekranning shirinasi vысотasidan katta bo'ladigan bo'lsa, bu mana shu shiroki ekran. Agar shirina vысотаdan kichkina bo'lsa, xuddiki telefonlarda bilsangiz, haligi telefon bo'yiga uzun, eniga kalta bo'ladi, to'g'rimi? Mana shunaqa xuddiki Reels formatdagi, Shorts formatdagi haligi ekranlarda ko'rinadi, videolarda ko'rinadigan ekran bo'ladi-da. Lekin odatda bizda monobloklarda ham yoki mana ishlaydigan kompyuterlarimizda ham shirina vысотаdan katta bo'ladi. Aynan shu holat o'zi ko'rilgan. Katta bo'ladigan bo'lsa ichkariga kiradida
Shirina ekran agar 1340 dan kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 1340 dan kichkina yoki teng bo'lsa, kichkina formani ochadi. Agar katta bo'lsa, katta formani ochib biz ko'rsatib qo'yganmiz. Va mana bu yerda aynan shu chakana savdo oynasida ikkita forma qilganmiz. Forma katta, forma kichkina deb turib, kichkina formada o'ziga yarasha, mana katta formada o'ziga yarasha nimadir mana bezaganmiz. Misol uchun raqamni haligi yozuvlarni yozib, boshqa holatlarni qilganmiz. Kichkina formada bo'lsa, mana yozib bilasiz, knopkani o'zi qilingan. Ya'ni oldindan tayyorlab qo'yilgan knopkalar bular, ya'ni formalar. Va biz ekranni Shirina va Shirinasiga qarab turib, xohlasak kichkina forma ochamiz, xohlasak katta forma ochamiz. Mana bu holatlarni ko'rib turibsiz. Shirina ekran 1340 dan katta bo'lganligi uchun, ya'ni kichik yoki teng bo'lmaganligi uchun mana inachiya ichiga tushadi, katta formani ochadi. Va shu bilan bu yog'i mana ketdi, katta forma ochiladi. Va endi xuddi shu holatda mana ekranni agar biz 1280 ga 1024 deb o'zgartirsak ham, mana bu yerdan chiqatamiz mana. Yana boshqatdan kiradigan bo'lsak, mana. Endi bu safar mana bu yesning ichiga kiradi, ya'ni ekranning shirinasi 1280 1340 dan kichkina. Kichkina formani bizga ochib beradi. Mana shu tariqa do'stlar, yana bitta bir kundalik hayotda uchraydigan, aslida juda ham bir oddiy bo'lgan, lekin ba'zan juda bir noqulay holat keltirib chiqargan bir muammoni hal qilsa bo'ladi. O'ylaymanki bu video sizlarga bir qanaqadir yangilik, ishinglarni kelgusida osonlashtirishga sabab bo'ladi. Qanaqadir fikr mulohazalar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Xudo xohlasa bundan keyin ham xuddi shunga o'xshagan oddiy, sodda lekin biz uchun foydali bo'lgan life hacklarni, foydali metodlarni, funksiyalarni o'rgatishda davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar.